guys, bo'ldi sizlar bilan DNA Crash. Bugun biz 3 barmoq va 5 barmoq nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Telefonim sal-pal qotadi, ahamiyat bermaysizlar. Hozir bir ikkita negativlar kelib yangi telefon u bu deydigan bo'lsanglaring sur davay. Mana qancha kattaligini ko'rib olsanglar bo'ladi. 3 barmoq nastroyka. Hozir 5 barmoq nastroykani ham ko'rsatamiz. Hozir 3 barmoqni nastroykasi. 3 barmoqqa o'ynaydiganlar. 3 barmoqqa o'ynaydiganlar qanaqa preselda o'tishasizlar, shunga hayronman. Bunda close fight o'tsa zo'r ekan. Yaxshi o'rin beradi, yaxshi hit deganlar. Close fightchilar bo'lsa agar 3 barmoq mana shu 3 barmoq nastroykani qo'shsanglar bo'ladi. Lekin mana bunaqa preselinglar tepaga chiqib ketishi mumkin. Bolalar shu o'yinni oxirigacha o'nga bo'lib qo'yaylik. Agar o'nga bo'lsak, tushuntirsangiz RPL lobby qilib beraman hammaga Telegram kanalimga. Uncha katta konkurs bo'lmasa ham bitta RPL lobby qilib beraman, yetgan RPSini oladi. 5 barmoq nastroyka, 5 barmoq nastroyka olsanglar, close fight olsanglar, preselda ochsanglar ham zo'r. Ko'pincha shu o'zim 5 barmoq o'ynaman. Ko'rayotganlaringda zo'r rom beradi. Zo'r hit tegadi. Ham preselda yaxshi 20 FPS bo'lib turib, shunaqa adachchi ushlayapman. Shu videoni qadrlagan holda bitta like, bitta komment bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Shu oyda oxirigacha 10 ka bo'lmasak ham hatto 5 ka bo'lib qo'yaylik. Yanganda aytmayapman-da. Gapirishimga uncha ahamiyat bermaysizlar, sal hayajonlanib gapiryapman. Ba'zida negativlar hali berish yo'q deb bo'lsang, qotib turgan narsani o'zimiz ham hamma o'tib oladi deyotganlar uchun mana qimillab turibdi, lazerkada o'tib beraman. 5 barmoq 3 barmoqdan ko'ra 5 barmoq o'ynasalaring yaxshi. Agar kim 3 barmoq bo'lsa, hatto 4 barmoq yo 5 barmoq o'tishinglarni tavsiya beraman. Bo'lmasam qiyin 3 barmoq. Mana bunga tush kerak bo'lsa, agar Telegram kanalimga tashlab qo'yaman har kuni. Telegram kanalimni opsiyadan topishlaring mumkin yoki kommentariyadan. Ana bu 3 barmoq close fight o'tish ko'rsataman. Sal qot telefonim ahamiyat bermaysizlar. Boshdan aytgandim. Yaxshi rom beradi 20 FPS. Hammalarni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Bitta like, bitta komment bosaveringlar. Agar iloji bo'lsa 5 sekundlik vaqt ketadi. 5 sekund emas. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi video chiqqanda ko'ra olasizlar. Hammaga xayr.